2026-yildan boshlab O'zbekistonda pensiya, nafaqalar, stipendiya va oyliklarni oshirishga budjetdan qancha pul ajratilishi e'lon qilindi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Bu haqida Zamin.uz xabar berdi. Mazkur hujjatda kelgusi yilda ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag'lar xizmatlar narxining oshishi va yangi ish o'rnining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh pensiyalarini inflyatsiya darajasidan yuqori suratda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra 2026-yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qiladi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'mni tashkil qiladi. Jami ish haqqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172,8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Ushbu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mdan ko'proqdir. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lovlar davlat budjeti xarajatining 42,9% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86,1 trillion so'm, nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda davlat ijtimoiy himoyalarini oshirish orqali aholi daromadini qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettirmoqda, deyilgan ma'lumotda.